zamonda bir saltanat bo'lgan ekan. Ushbu saltanatni dono, aqlli shahzoda boshqarar ekan. Shahzoda o'ziga aqlli, dono, o'ziga o'xshagan davlatini boshqarishda hamroh bo'ladigan malikani izlabdi va malikani topib, unga uylanibdi. Davlatni boshqarishda malikadan ko'p maslahatlar so'rabdi va malika quyidagicha javob qaytaribdi. Yurtimizning ravnaq topishida biz albatta xalqimizni eng avvalo yurtga, vatanimizga sodiq qilib tarbiyalashimiz lozim debdi. Bunda biz albatta ezgulik ruhini butun xalqimizga, yerimizga sepsak, biz niyatimizga albatta yetamiz debdi. Va shahzoda malikaning barcha aytgan so'zlariga amal qilibdi va saltanatga malika bergan urug'larni sepibdi. Qarangki, xuddi malika aytgandek, undan unib chiqqan daraxtlar insonlarni yaxshilikka emas, yomonlikka chorlay boshlabdi. Ya'ni har bir inson kibr, xiyonat, g'azabli, hasadgo'y, manmanlik, ochko'zlik hamda yolg'onchi illatlarni o'zida namoyon qila boshlabdi. Oqil shahzoda o'zi yolg'iz yovuzlik saltanatida nima qilishini bilmay xomush tortgancha uyiga toribdi. Butun xalqini u illatlardan qanday qutqarishni bilmas uyiga tolgan edi. Bu shahzodaga qanday qilib yordam bersak bo'ladi? O'g'illarim, qizlarim, o'z fikrimizni aytamiz. Sizlarga bitta qo'ychilik yaxshi xabarni aytsam, bu xalqni, bu saltanatni yovuzlik kuchidan asrash yo'li bitta bolalar, ya'ni siz aziz bolajonlarning qo'lida ekan. Ya'ni sizlar shahzodaga yordam berishingiz mumkin. Chunki sizlar qalbi pok insonsizlar. Demak, biz unga qanday yordam berishimiz mumkin? Kim aytadi qo'shimcha taklif qilsa, aytamiz. Qo'l ko'tarib. O'g'lim Sharofiddin. Yo, daraxtlarni kesib yaxshilik tarafdan kesak bo'ladi. Yaxshilik juda ham yaxshi taklif bo'ldi. Yana-chi? Faqat sizlarning qo'lingizdan keladi shahzodaga yordam berishda. Yana qanday ishlar bilan biz u shahzodani nima qilamiz? Mushkulidan oson qilamiz. Qani, fikrimizni aytamiz. Hurmatli aziz o'g'il qizlarim, qani biz qanday yo'l tutar ekanmiz? Ezgulik chinakam, ezgulik ruhini nima qilamiz? Qani, boshladikmi? Boshlaylik. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz do'stlari, tarixan mardona xalqmiz, birlashing ey qaro ko'zlarim. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz do'stlari, tarixan mardona xalqmiz, birlashing. Aziz o'g'il qizlarim, mana bizning ezgulik qasrimiz ham o'z maqsadiga yetdi. Ya'ni shahzodamiz juda ham xursand. Uning yurtida to'y tomosha vazini hech qachon arimas edi. Demak, sizlar sevgan urug'dan halollik, ochiq ko'ngillik, xushxulqlik, adolat, aqllilik, kamtarlik, mardlik, insoflilik, bag'rikenglik, rostgo'ylik kabi fazilatlar butun insonlarning ko'nglidan joy oldi. Ayyor yovuz malikaning yomon niyatlarini ham sizning ezgulik qasriga bergan mehnatlaringiz evaziga uning niyatlari nima bo'ldi? Barbod bo'ldi. Qasrimiz juda ham chiroyli tusga ega bo'ldi-ya, ko'rinishga ega bo'ldi. Buning demak